Assalomu alaykum. Men Zarifman. Men bu yerga shogird bo'lib kelganimga 26 yil bo'ldi. O'zim Jamol aka Isonovdan mana shu ishlarni, yog'och o'ymakorligini o'rganib kelmoqdaman hozir. Biz bu lavhni yasash uchun taxtani 1 yil suvda saqlaymiz. Suvda 1 yildan keyin chiqaramiz, 1 yil ochiq havoda saqlaymiz, yana 2 yil pana joyda saqlaymiz, quritib olamiz. 3 yilda quriydi taxtamiz. 3 yildan keyin 3 yil yoki 4 yilda ishlatishni boshlaymiz lavhni taxtasini. Undan keyin lavhni yasash boshlagandan keyin lavhga naqsh chizamiz. Birinchi qog'ozga chizib olamiz naqshini lavhni. Qog'ozga chizib olganimizdan keyin yog'ochga o'tkazamiz ksenokopiya qilib, keyin qo'lda o'yib chiqamiz buni naqshini. Mana bu naqshlari hammasi qo'lda chizilgan. Qo'lda chizib, qog'ozga o'tkazib, qog'ozdan taxtaga o'tkazib tushirib olamiz. Ustaxonamiz tashkil topganiga 26 yil bo'ldi. Ustozimiz Jamol aka Isonov bu yog'och o'ymakorligini Toshkentda o'rganib kelgan. Toshkentda Ortiq Fayzullayevga shogirdlikka tushganda 3 yil davomida o'rgangan. Keyin 2 yil yo'qda ishlab mukammal o'rganib olgandan keyin o'zimizga Samarqandga 98-yilda ish faoliyatini bu yerda, shu yerda ustaxona ochib tashkil qildi. Shogirdlar oldi. Bizlar birinchi shogirdlardanmiz. Hozirda 10 ta 15 ta shogird chiqargan ustozimiz. Katta shogirdlardan meni hozir oldida, qolganlari o'zlari alohida ishlayapti. Bizlar ham endi hozir shu Jamol akaning yonida ishlab, shogirdlar o'rgatib, shu yerda ishni davom etkazyapmiz hozir. 24 yildan beri shu yerdamiz. Endi hozir bolalarga chizishlarni o'rgatyapmiz. Yog'ochni qanday yasalishlari, lavhni, penalni, shkatulkalar yasaladi, o'shalarni qanday yasalishlarini o'zlar ham shogirdlarga hozir o'rgatib, ish jarayoni bo'lyapti shu yerda hozir. Biz bugun birinchi darsimizni lavhni qanday yasalishini, qanday yaratilishini o'rgatamiz. Birinchi boshlanishi lavhni mana bunday holatda yog'ochni aralab olinadi. Keyin aralab bo'lgandan keyin mana bunday chopib chiqiladi. Chopilgandan keyin mana bunaqa dumaloq qilinadi, aralab ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'lingan lavhni keyin tozalab 4 ga bo'linadi. Mana bunday holatga keltiriladi. Keyin bu mana bunday ochiladi 4 ga bo'lingandan keyin. Keyin shukurka qilib, najdaklab, keyin laklab, mana bunday tayyor holatga keltiriladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslargacha ko'rishguncha.